Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar, vatandoshlar, bizga obunachilarimiz. Mana yangi obyektga ham keldik. Xudo xolasa, Qo'qon shahri Qashqar qishlog'idamiz. Bu yerda Shaptalizor, Shaptaliga xudo xolasa qalbini qurishni boshladik. Xo'p, joy masalasiga keladigan bo'lsak, uzunasi 31 metr, eni 12,5, balandligi 5 metr bo'lyapti. Navesini tayyor qilib qo'yilgan. Xudo xolasa boshladik. 1, 2, 3, 4, 5 ta xolodilnik bo'lyapti. Shaptaliga hammasi xudo xolasa. Hop, klient yana o'zlarining xohishlari bilan pokligini 8 plotnisligi, qalinligi 10 santimetrligi bilan boshladik ishni. Xudo xolasa bugundan ish boshladik. Bitgandan keyin xolos chiroyli obzor qilib, video qilib qo'yib beramiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Ishni boshlab oldik, mana jamoamiz, komandamiz. Ko'p kishi bo'lib keldik, yanada ko'p kishi bo'lib kelamiz, xudo xolasa. Qazgandan keyin motorlarni, eshiklarni qo'yish jarayonini ham bir video qilib, chiroyli qilib qo'yib beramiz, xudo xolasa.